betdan chiqib cho'g'rib, hovliga turmushga qilib olamiz keldimi? Voy, chiqarman shu yoqdan, chiqarman. Tunajur yeb olmagan qo'yaveramiz ekanda. Buni ishda ichida tunajur ekan. Ana og'ir ko'tarmayapsan. Shuni anazarga ko'tarib, turmushga qilaveramiz. Biz unga chiqqan paytimizda dumlarga solib turgan paytda liftda yurardik. Bu endi bilan payda chiqadigan bo'lib qolganda. Yaxshi, natijalar zo'r, xudo xolasa. Endi chiroyli qilib hisob beramiz endi. Kesib turib, qaytarib olib borib, avialoq keldik. Endi xudo xolasa solib chiroyli qilib videosini olib beramiz. Solingan holatini. Bizni kuzatib boring. Ishimizga baho bering. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, bizni kuzatib boring. Ishimizga baho bering. Bu hamma xizmatlari chiroyli qilib ishimizni bitirib beramiz. Ishimizga baho bo'lsa, sizga ham yoqqan bo'lsa, gilam do'konimizga kelib xarid qolsiz chiroyli qilib ishimizni bitirib beramiz, xudo xolasa.